Bizning DP2000 kanalimiz homiy bo'ling. Sizning loyihalaringiz bizning videolarda namoyish etiladi. Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Sarguzasht allaqachon tugadimi? Yo'q, hali sarguzasht boshlanmadi ham. Unaqada asabni buzma o'zingga boshqa jetar. Gap bunda emas. Biz keyingi kuni bo'yi ko'rmadik. Yana seni Gengil ham ko'rmoqchi ekan. Salom Zubul. To'xtachi, bu nima? Salom mening kichik do'stlarim. Bugun men magazinga sigaretli va sutli pishirig'im uchun do'konga chiqib ketdim. Umid qilamanki, men kelgunimcha chidab tura olasizlar. Umid qilaman. Mayli, bizni tushirting. Xo'sh, bugungi sarguzashtimiz nima bo'ladi? Voy, bugun sarguzasht yo'q. Siz o'zingiz xohlagan ishni qilasiz. Qani endi hardan shunaqa bo'lsa. Endi siz so'ranglar, endi nima qilamiz de? Idina. Endi nima qilamiz? Yo'q, Gengil. Uzr, voy. Kallang chiroyli-da, Gengil. Javobni topishim uchun Xitoy xonasiga murojaat qilaman. Baribir sarguzasht ekan. Nega aynan xitoycha? Shuni tushuntirib bera olasanmi? Bu xonada sirli narsalar ko'p. Umid qilamanki, uning ichida xitoycha biladigan odam menga maslahat beradi. Bir narsani so'rasam bo'ladimi o'zi umuman? O'ch, sen hazilni cho'zyapsan. Nima deb yozibdi? Bilmasam, men xitoycha tushunmaganman. Kulgidan o'lyapman. Bilmadim, balkim raqamli sohilga borasiz, u shu paytgacha shu yerda. O'zi nega bormaganingizga hayronman, ha? To'g'rimi? Siz u yerda jo'shqin bo'lgansiz. Aqlli bola. Bu qiziq bo'lishi mumkin. Keyin u yerda hali siz ko'rmagan narsalar bor. Menimcha u yerda ayb bo'lsa kerak. Ularni ongi yo'q. Endi lazzatlaninglar. Wow, qanday ajoyib kun. Kim birinchi bo'lib kiyimni almashtirmoqchi? Albatta, men boshlayman-da. Wow, tepib yuborgandek bo'ldi. Agar kuyishni istasang menga ayt. Men kuydirishni xohlayman. Mendan oldin aytsang bo'lardi-ku. Men seni yomon ko'raman. Quyoshga e'tibor berma. O'zi shunaqa u. Jack sesdan chiqdi. Mani ko'zim. Hozir uni ushlayman. Hoy, agar mening xazinamni olmoqchi bo'lsang, bundan oldin yaxshiroq harakat qilishing kerak. Hoy, men do'stimga xazinani topolmaysan deyapman. Sizlarning xazinangiz menga aloqasi bormi yoki baribir bu yerda pul ishlatilmayapti-ku? Men yolg'onchiman. Oshna barini barbod qilding. Topdim xazinani. Voy bila, xazinani hammasini o'g'irlash kesibdi. Men kasal bo'laman. Yo'q, men kasal bo'laman. Yo'q. Topoldingmi? Yo'q, kimdir uni allaqachon o'g'irlab ketibdi. Nima? Seni ko'zing. Bu nima uchun? Kelislar bo'laychi. Bir kuni meni mashinada bosib ketgansan. Gengilni ichi to'la basseynga tashlab yuborgansan. Meni bomba bilan vulqonga otib yuborgansan. Hali yana davom etishim mumkin. Sen kiyimingni almashtiryapsan. Senga bu og'ir emasmi? Sen ham hozir boshqalarning asabini buzishing kerak emasmi?
Men tanamni o'zgartira olishim yomon emasligini bildim. Har holda bu bilan bir xilligimda qolib ketyapman. Qarang-a. Agar menda problema bo'lsa, boshqa odamlarga aytaman. Shunaqa. Yaxshiyam meni problemalarim yo'q. Qayerga ketyapsan? Jinnilardan uzoqqa ketyapman. Mana, kefsi senga. Dam olayotgan edim. Gaplashib olsak bo'ladimi? Sen nimasan? Ha, u NPC emas, u ham bizdek odam. Ha, bu g'alati, tushunaman, lekin oddiy mexanika emasman. Keyin meni unutib yubordi, eslamaydi ham. Lekin shu sabab menimcha bu yerda chiqish yo'lini topdim. Chiqish yo'lini? Ha, chiqish yo'li, ya'ni sirkdan ketib haqiqiy olamga. To'g'ri, shunday, lekin jim turish kerak. Agar keyin buni bilib qolsa, bizni qiladi. Shuning uchun biz seni oldinga keldik. Senda Xitoy eshigini kaliti bormi? Xitoy xonasi? Ha, bizga keyin ishla olmaydigan xona kerak. Men tushundimki, keyin nima bo'lganda ham o'z rolidan chiqmaydi. Ya'ni u Xitoy xonasida kira olmaydi, demak, u yerda boshqa kirmaydi. Hozir qarab ko'raman.
Mana kalitlar, lekin barchasini bilmayman. To'xta, sen biz bilan ketmaysanmi? Biz bu yerdan ketishimizda yagona imkoni bo'lishi mumkin. Albatta, nega bormaskanman? Keyin o'zi qatta bizda bu yerdan shubhalamaydimi o'zi? Menimcha u ofisida yangi sarguzasht o'ylab topgan. Biz unga ishonsak bo'ladimi? U odammi ekan? Men bu yerda hammangizdan ko'proq bo'lganman. Men bu olamga yaratishga yordam berganman. Lekin hammasini xonada aytaman. Menga ishoning, afsuslanmaysiz. To'g'risi. Men noto'g'ri qilyapmanmi yoki hech biri teshikka kirmayapti? Kimdir eshikni tortdimi? Va nihoyat